Raspakowka chek. Yomon bo'ladi hozirlar bilan qizlar. Bitta obunachim yozibdi, raspakowka cheklari sog'indik. Nimaga Instagramda kam namoysiz deb. Bugun Aysha Naburga raspakowka chek bo'ladi. Yangi chiqqan paytda hamma ishlarni tomdan tashlaganda men tashlayolmay qoldim. Endi buni ichida kosmetikasi bilan makiyaj qilamiz. Prosta ichida kosmetika sifatsiz deyapti. Buni test qilib ko'ramiz. Bez makiyajmi? E'tibor beringlar. Qizlar keyin kamroq filtr, kamroq effekt ishlatinglar, keyin sharmanda bo'lib qolasizlar. Makiyajga yuzimni allaqachon tayyor qilib bo'lganman. Menimcha tanani ko'p chiqarib olgan. Nichего? Menimcha normalli yotdi. Bu konsileri. Konsilerni ham yotishi вообще zo'r. Endi navbat paletka. Paletka? What? Xullas o'zimiz ancha qilib aytganda teniga navbat. Men yoqtiradigan rang bu. Atak tenini ham yotishi yaxshi. Bu yerda oqi bor, oqini ko'zimiz tagiga islatamiz hozir. Yaxshi. Endi navbat highlighterga. Qizili bor ekan. Rumyani sifatida ham ishlab ko'rmoqchiman. Menimcha normalli bo'ldi. Ham sizlar yomonlaganda emas. Wow, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Pomada menga yoqdi. Bu yerda 4 xil rang bor. Makiyajda atir bilan tugatdim. Atirda hidiga vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Menga masalan rosa ham yoqdi. Endi sizlarga maslahat beradigan bo'lsam, masalan, bu Aysha Naburni olib ishlatishingiz mumkin. Makiyaj ko'ryapsam, vobshe cho'tki. To'g'ri, professional emasman, lekin o'zimizga o'xshagan oddiy qizlar kundalik qiladigan makiyajga normalli.